bugun ajoyib kecha. Bitiruv kechasi juda yaxshi ketyapti. Bu kecha bizning xonadonimizda bo'lgandan juda ham xursandman. Mana hovlimiz shunday shodiyoniga to'lib ketdi. Menga aytadigan gaplarimni hammalar aytib bo'ldi. Men ham takrorlasam jonlaringizga tegib ketmaymanmi? Mana bu kechamizning asosiy sababchilari iqtidorli maktabimizning ilk bitiruvchilari hisoblanadi. Bu bitiruvchilarga mening juda ko'p tilaklarim bor. İlk qaldirg'ochlar ekan bular, eng buyuk cho'qqilarni, ilm cho'qqalarini egallasinlar, oliygohlarga kirib o'zlari xohlagan kasb egalari bo'lib yetishsinlar. Mana shunday yaxshi bularning istiqbollarini ko'rish bizga ham nasib etsin va biz ota-onalar bularning orqasidan quvonib yuraylik. Hech qachon ko'zlari nam bo'lmasin, ko'ngillari g'am ko'rmasin. Bularga men asrlardek uzoq umr, asaldek shirin turmushlar tilayman. Xo'sh. O'g'iljon mana 2 yildan buyon mana o'qituvchilari biladi. Konsultatsiya olib zo'r tayyorlanib o'tiraman. Mening birinchi eng ulug' niyatim shu qizimga agar kirmasa ham lekin meni bir gap aytadi. Ilohim shu o'qishga kirsin, orzu-niyatlarga yetsin. Mana boshqa hamma o'quvchilar ham birinchi niyati bularning hozir o'qishga kirish, talaba bo'lib olish. Bu 2000-yil bular uchun unutilmas yil bo'lib qolishi kerak, qoladi ham. Chunki bu 2000-yilda bular gimnaziyaning birinchi bitiruvchilari. Yana bu 2000-yilni prezidentimiz Karimov ham sog'lom avlod yili deb shu yoshlarni e'zozlab, hurmatlab, shularni ishonch bildirib sog'lom avlod yili deb atagan ekanlar. Bu yilda va bundan keyin ham doimo bular sog' salomat bo'lishsinlar. Bu yilimiz bular uchun unutilmas yil bo'lib doim hayotida o'chmas iz qoldirsin, talaba bo'lib yetishsinlar va o'zlari xohlagan kasb egalari bo'lsinlar. Mana bu ustozlari ham bergan bilimlariga rozi bo'lib, bularning orqasidan doimo quvonib yursinlar. Yana bir bor sizlarni bugungi ajoyib kecha bilan tabriklayman. Dunyodagi jamiki yaxshi niyatlar hammasi sizlarga bo'lsin. Aziz o'quvchilar, xush kelibsizlar. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Rahmat. Rahmat Dilbar opa, katta albatta yaxshi tilaklaringiz uchun qolaversa. Mana bugun yoshu katta o'qituvchilar va o'quvchilar barchamizning ko'nglimizni oldingiz, shirindan shakar mehmon qildingiz. Ilohim xonadoningizda mana shunday yaxshi insonlar tashrifi zinhor uzilmasin. Bayram ustiga bayram, to'y ustiga to'yga ulanib kelsin. Hademay o'g'iljon student bo'lib keldi deganda ham yaqinlaringiz, butun o'sha sinfdoshlari, o'qituvchilar kelib mana shuning o'qishga o'tganini quvonch bilan yuvsinlar. Shuning uchun ham sizga ham ona sifatida mana shu oilani aziz, mehribon ona sifatida ishlaringizga rivoj tilaymiz. Qolgan farzandlaringizga ham xuddi shu o'g'iljon va katta qizlaringizga qilgan o'sha hurmat va mehru men ularning o'qishlariga bo'lgan ishtiyoqida sharoit yaratib berishingizda kuch-quvvat tilayman. Doimo sog' salomat safimizda yuring. So'z navbati o'g'iljonda. Marhamat. Do'stlik, sadoqati, mehri, himmati koinotning qadridan ham turgaydir baland. Hech nima bilan o'lchanmaydi do'stlik qimmati. Qulatgan u sarhadlarni qudrati bilan. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz mehmonlar, maqsadi pok, dili toza sinfdosh do'stlarim. Mana bu oqshom men sizlarga dilimdagi eng samimiy, pok, nafis tuyg'ularni hadya qilgan holda ustozlarimizga esa biz ustozlarimizning peshonasidagi chiziqlari-yu, oppoq sochlardagi oppoq dolalar kabi o'xshaymiz.
sizning umringizni yemirib kelayotganimizni his qilmadik. To'g'ri, bugungi har bir olqishi tilaklar biz uchun. Lekin men olqishi ehsonimni hayot ummonda erisha olsam agar, tilaklarimning barini sizga bag'ishlayman ustozim. Etimni keshsa, sen uchun evoq, yana olganday kesib ketaman. Jonim uchun elchi qo'ysa gar Alloh, o'zim ikki qo'llab tuhfa etaman. Sog'inib poyingga tuproq beraman, o'zing ko'kka otgan chaqmoq beraman. Sinfdosh do'stlarimga yana bir bor institut talabasi bo'lishlarda Yaratganning o'zi madadkor bo'lishini tilagan holda o'zimning ushbu she'rimni hadya qilaman. Yosh nihollar kabi o'sib boramiz. Ilm daryosida suzib boramiz. Alloh nasib qilsa do'stlarim, 2000-yilda talaba beramiz. Barchangiz salomat bo'ling. Rahmat, o'ylaymanki O'g'iljonning tilaklariga barchangiz qo'shilasizlar va barchangiz student bo'lasiz degan niyatdaman. Rahmat. Navbat yana san'atkorlardan menimcha oxirgisi bo'lsa kerak. Bir jup bo'lsin.